Berilgan qattiq jismning tayanch aksi kuchlarini aniqlash. Quyida berilgan sxema tashqi kuch va masofalarni berilgan miqdorlari. Berilgan sxemadan hisoblash sxemasiga o'tamiz. Unda tashqi tayanchlardan berilgan sxemani tayanchlardan ozod etib, ularni reaksiya miqdorlari bilan almashtiramiz. Va burchak ostida yo'nalgan tekis taralgan yukni avval to'playmiz. So'ngra u to'plangan kuchni ham x, y o'qlariga proyeksiyasini ko'rsatamiz. Va ularning miqdori taralgan masofa, taralgan yukni to'plangan miqdori, to'plangan yukning x, y o'qlariga proyeksiyasi. Shundan so'ng noma'lum tayanch aksiyalarini topish uchun statikaning muvozanat tenglamalarini qo'llaymiz. X o'qdagi xb tayanch aksiyani topish uchun barcha kuchlarni x o'qiga proyeksiyalaymiz. Juft kuchlar o'qlarga proyeksiya bermaydi. Keyingi kuch P Y o'qida bo'lganligi sababli X o'qiga proyeksiyasi 0. Bu Y ham Y o'qi bo'yicha yo'nalgan X o'qqa proyeksiyasi 0. Bu X chap tomonga yo'nalgani uchun X o'qiga teskari minusdan manfiydan ishorasini oldik. YB kuchi proyeksiyasi X o'qiga 0 hamda X yo'nalishi bo'yicha yo'nalganligi sababli noma'lum XB reaksiya musbatdan oldik. Hisoblash sxemasida ko'rsatilgan 8 ta kuchdan faqat ikkitasi X o'qiga proyeksiya berdi, qolganlarni proyeksiyasi 0 ga teng. Bu yerdan noma'lum X miqdorini aniqlaymiz. So'ngra Y o'qiga proyeksiyalab, kuchlarning Y o'qidagi proyeksiya tenglamasini tuzamiz. Bunda Y o'qi bo'yicha yo'nalgan kuchlarni ko'ramiz. P kuchi, QY kuchi hamda YB kuchlari. YB yuqoriga yo'nalgan ishorasi musbat, P hamda QY pastga yo'nalganligi sababli ularning ishorasi manfiy. Bu yerdan YB miqdorini aniqlaymiz. So'ngra noma'lum tayanch momentni aniqlash uchun A nuqtaga nisbatan moment olamiz. Bunda sol selkasi yo'nalishi bo'yicha yo'nalgan kuchlarni manfiy, sol selkasi yo'nalishi bo'yicha yo'nalgan kuchlarni teskari yo'nalgan kuchlarni musbat qabul qilamiz. MA tayanch moment sol selkasi teskari, uning ishorasi musbat. Undan so'ng berilgan moment sol selkasi teskari, buning ham ishorasi musbat. Keyingi kuch B nuqtaga nisbatan olmoqdamiz. Keyingi kuch P B nuqtaga nisbatan sol selkasiga teskari aylantiradi. Kuchning ta'sir yo'nalishini o'tkazamiz hamda unga nisbatan B nuqtadan perpendikulyar masofa tushirsak, bu masofa A ga teng bo'lib, P kuchini yelkasi bo'ladi. Keyingi kuch to'plangan kuch. Proyeksiyalaganda bizga to'plangan kuchning x, y o'qdagi proyeksiyalari qulay edi. Nuqtaga nisbatan moment olganda esa endi to'plangan kuchning o'zini ko'ramiz. Har safar yo to'plangan kuchning o'zini yoki proyeksiyasini ko'rish mumkin. Xo'p, shunda Q kuchi sol selkasiga teskari aylantirgani uchun uning ishorasi musbat, yelkasi esa B nuqtadan tushirilgan perpendikulyar masofa. Buni L deb aniqlab olganmiz. Shu masofani yarmi L taqsim 2. Bu yerdan MA ni qidiramiz. Noma'lum tayanch moment miqdori 164 ga teng.